O'zbekiston mehmonxonasi nega bunaqa qurilgan? 1974-yilda bu mehmonxona ochilganda Markaziy Osiyo bo'yicha eng yirik va hashamatli mehmonxonalardan biri bo'lgan. Va sizlarga hozir eng qiziq va hech kim bilmagan faktlarni aytib o'taman. Undan oldin menga obuna bo'ling va like bosib esdan chiqmasin. Bu binoni xuddi otkritka shaklda qurilgan. Ya'ni bu shaharga taklif qilingandek o'zini tutish uchun bu bino shunaqa qurilgan. Va bu binoni qurgan bosh arxitektor Ilya Merpert shunaqangi bu binoni joylashtirganki, barcha iqlimiy omillarga bu bino to'g'ri keladi. Ya'ni bu binoimiz ko'rayotganlardek skverda joylashgan va skverni aylana formasiga bu binoimiz parallel ravishda qurilgan. Endi oldi fasadidagi elementlarni ko'rib chiqamiz. Bu fasaddagi elementlar shunaqangi o'ylanganki, skverdan nuqta qo'yib turib, bu binoimizga chiziq chizadigan bo'lsak, bu shamolli yo'nalishi bo'ladi. Ya'ni bu binoimiz bunaqa egri qilingani sababi kelayotgan shamolni o'ziga tutib oladi va ko'rayotganlardek bu panjaralar ishlatilgan fasadda va panjara bilan fasadning orasida ozgina joy bor. Va shuni hisobiga bu bino shamolni o'ziga tutib olib, shamolni aylantiradi. Ya'ni bu nima? Bu Arabiston va Markaziy Osiyoda oldin qo'llanilgan mashrabiya elementlardan birini o'sha paytda zamonaviy talqinda qilingan. Ya'ni yana keyingi sabablarini aytib o'taman. Undan oldin bitta like bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying. Qaranglar, bu bino mehmonxona va ko'rayotganlardek oldi fasadida xonalarning oynasi joylashtirilgan va bu oynadan shahar ko'rinib turadi. Va shunaqangi o'ylanganki, bu mehmonxona bo'lgani uchun va bu yerda spalnilari bo'ladi, yotoqxonalari va yotoqxonada yotgan odamga xuddi ruschasiga aytganda privatnost maxfiy bo'lish uchun bu panjaralar ishlatilgan. Ya'ni tashqaridan yurgan odamga ichkari ko'rinmaydi, lekin ichkarida turgan odamga tashqari ko'rinadi. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni olish uchun menga obuna bo'ling va kommentariyada o'zingiz qiziqtirgan savollarni yozing va keyingi binoni qaysi birini olib chiqing. Uni ham kommentariyada yozib keting.